Diqqat! O'zbekiston fuqarolari ogoh bo'ling. Qirg'izistonda sodir bo'lgan ayanchli zilzilaning kuchi O'zbekistonga ham yetib keldi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Qirg'iziston Respublikasida zilzila sodir bo'ldi. Uning kuchi O'zbekiston Respublikasi hududlariga ham yetib keldi. So'x tumanida 2 ball 48 km, zilzila epitsentri Toshkentdan 262 km janubiy sharqda joylashgan. Zilzilaning sodir bo'lgan vaqti 19-mart soat 17:03 da. Magnitudasi 3.9 ball, chuqurligi 10 km. Zilzilaning epitsentri Botken, Qirg'iziston Respublikasi. Zilzila koordinatalari esa 39.9 gradus bo'lgan. Shoshilinch xabar. O'zgidromet agentligi bugun 20-mart bayram kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Bugun 20-mart kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo harorati kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Toshkent viloyatida havo bulutli bo'ladi, erta tongda va kechki tomon yomg'ir yog'ishi mumkin. Ayrim joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. Jizzax va Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarga yomg'ir yog'ish ehtimoli bor. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelish ehtimoli bor. Harorat kechasi 0.5 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja issiq bo'ladi, deyiladi xabarda.